aynan Farg'ona tumani hokimi Hamidulloh Tojevich Inomovlarni davraga taklif etamiz. Muhtaram prezidentimizni shunchalik sharoit yaratib berganligini namunasi sifatida bugun yig'ilib turibmiz. Aslida olganda ana shu aholiga xizmat ko'rsatish yana sifatini oshirish, kelgusida sizlarga yaratilgan sharoitlarni yana ham kengaytirish maqsadida bugun viloyat suv oqimi boshqarmasi tomonidan texnikalar sovg'a qildingiz. Bu albatta muhtaram prezidentimizning sovg'asi. Qolaversa mana shu viloyatda ishlayotgan rahbarlarimiz biz tumanga bo'lgan e'tiborini yana bir namunasi deb qabul qilamiz. Yurtimiz tinch bo'lsin ilohim. Muhtaram prezidentimizni mana qarorlariga asosan, ayniqsa ichimlik suv ta'minotiga berilayotgan e'tiboriga asosan mana shu bugun guvoh bo'lib turibmiz. Farg'ona suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati tizimida mehnat qilgan va bugungi kunda sizlarni qo'llaringdan tashakkurnomani olib nafaqaga chiqadigan xodimlarimiz bor. Keling, shularni davramizga taklif etamiz. Eng birinchi o'rinda samimiy insonlar